Assalomu alaykum. Yurtdoshlar. Hozir Paxtaboddamiz. Shu asfalt tagidan vodoprovod suv olib o'tamiz. Xudo xolasa ishimizni oxirida ko'rsatamiz. Shunday holatlar uchun mahalla asfalt bo'lmay turib suvlarni olib o'tib olinglar. Keyin asfalt tagidan olib o'tishga qiyin bo'ladi. Orif O'ktamjon 348 deb yozsanglar YouTube kanalimizda ham topasizlar bizni. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilar, mana shu yerdan hozir yo'lda ostidan kavlab olib o'tdik. Asfalt buzmagan holatda, mana usta katta usta, mana qiyoqqa qarab qo'ying. Yo'lda mana qatnov qismi bo'lyapti. Hop. Shunday xizmatlar bo'lsa, telefon nomerimizni ekran ostiga yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.